House Mobile har doim sizlar uchun shunaqa yangi tovarlar taqdim etar ekan. Bu tovarlar limited edition, bu tovarlar kamyob, bu tovarlar yangilik. Biz do'konimizda vitrinada turgan tovarlar reklama qilamiz. Biz har kun yangi tovarlar reklama qilamiz. Bizda yuzlab telefon yangi keladi va bizda birorta muammo tug'ilsa, shuning uchun ham biz telefon tuzatib o'tirmaymiz, almashtirib beramiz. Bizni katta kafolatimiz, yuqori sifatimiz va katta assortimentimiz bilan ko'plab magazinlardan afzallik jihatlarimiz ko'p. Assalomu alaykum. Bugungi chegirmalar sizlar uchun. Galaxy S22 Ultra variantlari, limited edition, dunyoda kam sonli chiqqan varianti. Green rangda, salafanlari olinmagan, xohlagan rangingizni xarid qilishingiz mumkin. Oq deysizmi, burgundi deysizmi, qora rang deysizmi, hammasidan bor xudo xolasa. Aynan bugun S22 Ultra smartfonlarini A+ e'tibor bering, bitta nuqtasi bo'lmaydi. Eng yangisi bo'ladi. Bunaqasi ko'plab magazinda mavjud bo'lmaydi. Bunaqasi faqatgina House Mobile'da bo'ladi. Holatdan kelib chiqib bizda $350 dan $440 gacha bor. $440lisi eng arzoni hisoblanadi. Siz aytyapsiz, qimmat $440, lekin yo'q. Holatiga qaraganda eng arzon hisoblanadi. Va bunaqasi ko'p joyda bo'lmaydi. Men o'zimga zarur bo'lsa 440 ga bunaqa bitta nuqtasini topa olmayman va bunaqasini biz sizga taklif etamiz. Va yangi holatda, xohlagan rangda, xohlagan variantda. iPhone X, iPhone 15 Pro 100 minglargacha bor. Qora rangda iPhone'ning qimmat modelini olmoqchimisiz, unda qorasini olavering, afsuslanmaysiz. $829 ga. 256-88. Bugun yangi smartfonlarga qaynoq chegirma ketyapti. E'tibor bering. Biron marta sim karta qo'yilmagan yangi absolyutni Poco X5 5G 8256 $197 ga. Haqiqiy tezlikni ushbu smartfon taqdim etadi. Sovg'a uchun eng zo'r sovg'a olmoqchiman, yangi telefon olmoqchiman deganlarga Honor X7 o'zimizga 120-130 kelgan. 128 talik, ikkita sim kartali, 5000 amperli yoqimli uslubga ega $99 ga. Eng arzon narxda, eng yaxshi smartfon, eng yangi smartfon. Xo'p, yana yangi smartfonlardan birini ko'rsatib beray sizlarga. Chegirmalar rosa ko'pligi uchun o'zim ham adashib ketib qolyapman. Telefon ko'pligi uchun hurmatli obunachilar, mabodo ayrim telefonlar ko'rsata olmay qolsam, Telegram pastda havola bor. O'tib qo'yinglar. Shunaqa zo'r chegirmalar bo'ladi, afsuslanmaysizlar. Telegram kanalimiz kunda sizlarni uyqudan uyg'onishlaringga yuzlab chegirmalarni taqdim etadi. Qaranglar, Honor X9 Smart. Buni bazadagi narxi $270. Buni foyda qo'ysa 290 ga sotishadi telefon purushlar. Rabochiysi 240-230. Men yangi ishlatilmagan sim karta qo'yilmagan variantini zamonamizning eng so'nggi Honor brendini $220 ga, bu hattoki Dubayda, hattoki Honor'da ofitsial bazasida ham yo'q va bunaqa narxlar faqatgina House Mobile'ga xos. Biz qancha arzon smartfon sotsak, shuncha xursand bo'lamiz. Maqsadimiz smartfonning narxlarini tushirishlik, sifatini oshirishlik, kafolatni mustahkamlashlik va sizni rozi qilishlik. $140 evaziga 8 ga 256 lik yangi Note 12 Pro ni siz hech qayerdan topa olmaysiz va topgan taqdiringizda bunaqa narxga ola olmaysiz. Internet zavqi uchun 5G ni ta'minlab bera oladi. $99 ga Note 11E modelimiz. Va sizlar uchun arzon narxda har doim $100 sotamiz. 8 ga 256 lik 13 ni bugun esa $85 ga zaryadnilargacha bor. Full box holatda ideal sostoyaniyasini taklif etaman. Bugun bu ko'rsatayotgan telefonim bugun bor, ertaga hech qachon bo'lmaydi. Ishoning, bunaqasi dunyoda faqatgina yagona A+ Note 20 Dubai varianti, ikkita sim kartali ideal $230 ga. Koreyska ham 235 bo'lib ketdi hozirgi imekalari bilan. Men sizga Dubayskiy eksklyuziv variantini taklif etaman. Note 14 Pro Plus 5G. Bu orqasiga e'tibor beringlar. Gorilla Glass Victus glyansiy qora yaltiroq oyna bilan jihozlangan. Bu oddiy Note 14 Pro Plus 5G global emas, bu China region, bu 12 ga 256 lik. Ajoyib steklanli, ajoyib jozibali va o'ta kuchli, narxi esa o'ta arzon, $130 evaziga. Siz uchun Samsung S seriyani qotili Note 20 ni A- O'zbekistonda ozgina ishlagan, $235 lik holatda olingan. Hozir holat A- yangidek zo'r saslanib turibdi. Narxi $185 evaziga. Shu jumladan men sizlarga Samsung S20 ni ham $185 ga mana O'zbekistonda ozgina ishlagan A- ni taklif etaman va O'zbekistonda ishlatilmagan smartfon olib turib, o'zini qadriga yetuvchilar uchun yangi smartfon ishlataman deganlarga A+ segmentda salafanlari olinmagan eng zo'rini va bu afsonaviy smartfon. Afsonalar eskirmaydi. Bu smartfon hozir ham legenda. Bu smartfon hozir siz uchun $215 ga eng arzon narxda taklif etiladi. iPhone 11larimiz kirib keldi. 64 ideal $225 ga. Rossiya davlatidan keldi. Rossiya standartlariga muvofiq. 64 96% $248 ga.
iPhone 12 Pro Max Amerika A+95% 399 dollarga. Ayta olaman, bunaqa narxlarda ishoning siz O'zbekistonda hech qayerdan topa olmaysiz. iPhone 13 ni sovg'a uchun shunaqa yangiki, korobkadan ochganingizda qanaqa yangi bo'lsa, kerak bo'lsa undan ham yangi. 128 93% 360 dollarga. Bu telefonni ko'rib ishlatilmagan telefon deb o'ylaysiz. Faqatgina saqlab qo'yilsagina shunaqa holatda turadi. iPhone 13 Pro 94 128 350 459 dollar evaziga. 128 85 459 dollar evaziga Amerikadan keldi. 100 minglargacha turibdi. Bunaqa taklifni siz faqatgina bizdan kutib oling. Biz sizga har doim eng qaynoq chegirmalarni taklif etamiz. Galaxy S23 modeli. Biz doimiy yaxshi aloqaga, doimiy tezkorlikka, plavniylikka, qo'lga yoqimli o'rnashishlikka munosib smartfonni izlab yuramiz va bu smartfonni biz operatorskiy tizimlarimizni shu model bilan ta'minlaganmiz. Chunki bu model shunaqangi zo'rligi va qulayligi, biz o'zimizga ilingan narsani sizga ilinamiz va bugun bu smartfonda 370 dan sotayotgan telefonimizni 345 dollardan aynan YouTube'da skidka qildik. O'zi kanalda ham 350 qo'yyapmiz skidkada. Bu bomba chegirma narx hisoblanadi inshaalloh. iPhone 11 Pro Max. Pro Max'ni ilk bor 0.5 kameralisi shu 11 Pro Max'da aytgan. Hozir siz o'z blogingizni yuritmoqchisiz, lekin budjetingiz kam, aynan siz uchun. 256 100% o'ta arzon 309 dollarga o'ta tiniq holatda eng premium segmentda. Lekin siz o'z blogingizni eng mukammal darajada, eng sifatli ravishda yurgizmoqchimisiz? Unda sizga professionalniy kameradan-da kuchliroq bo'lgan 4000 dollarlik kamera olib turib Instagram kontent qo'ysangiz, iPhone'ni kerakka chiqaradi. iPhone bilan Instagram bir-biriga konflikt bog'langan va bu zamonamizning eng jozibali rangi, eng so'nggi modeli 16 Pro Max, eng yangi holati 3 marta zaryadlangan 1109 dollarga eng arzon narxda. iPhone 12 Pro 128 89 319 qarang narxni, solishtiring narxni va 12 Pro izlamoqchi bo'lib yurgan odamlar bu narxlarni ko'rib turib rohatlanadi. Albatta bu hammasi sizlar uchun. Violet rangda ideal sostoyanие 6497 248 dollarga, 128 97 96% 299 dollarga iPhone 12 yangi A+. O'zbekistonda hali sim karta ham qo'yilmagan varianti. iPhone 11 64 GB 83% ideal sostoyaniyada eng arzon narx 245 dollarga. iPhone 11 258 dollarga 100% radno, 128 89%lisi. Men sizga 13 Pro Max'ni islomiy yashil rangini ideal holatda A+ segmentda 535 dollarga 100% radno 86%lisini taklif etaman. iPhone XR'ni 128 85. Nega bu smartfon hali ham trendda? Chunki bu smartfon takrorlanmas uslub, yoqimli dizayn, yumshoq ekran va Yevropa, Xitoy davlatlari suyib ishlatadigan. Bilasiz, u davlatlarda faqat telefonda tushunishadi. Telefonda tushunganlarning tanlovi, eng yaxshi imkoniyat. 200 dollarga S20 Ultra faqatgina 90 Hz ishlaydi. Bu degani batareykani 2 barobar ekanini o'qib beradi. S20 ni ikkita sim kartali varianti 197 dollarga, A34 kecha 165 sotdik. Bugun esa 145 ga, 8 ga 128 talik eng kuchli A34 ni eng yoqimli islomiy rangi. Bizda hattoki A36 ni yangi ishlatilmagan, faqatgina korobkasiz kelgan, korobkani keragi yo'q. Hozir uzilmay tizim orqali telefonni yo'qotib qo'ymang-u, yo'qotgan taqdiringizda ham tez topilishi va bu smartfonni o'ta kuchli taklif deb ayta olishim va ayta olaman. Kelgan gapirib o'tish kerak. A seriyani bundan jozibalisi yo'q, ishoning. Aynan bu rangdan jozibalisi. A35 ni boshqa ranglari ham bunaqa jozibali emas. A56 ham bunaqangi jozibali emas. Bu A36. Bu yangi 8 ga 128 talik. 320 dollarga emas, 279 dollarga super chegirma narxda. Biz siz uchun har doim eng noyob narsalarni ilinamiz. Chunki qo'limda Note 10 Plus ni salafallari olinmagan eng seryozni uslubda 512 256 A+ segmentda 250 dollarga 262 dollar. Sizga ayta olaman, bunaqa yangisini siz aniq ayta olaman, Koreyani o'zidan ham topa olmaysiz. Chunki bu haqiqiy yangi, haqiqiy ishbilarmonlarning tanlovi bo'lgan Note 10 Plus. Yopiladi, bukiladi, lekin ekranga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Bu sizni ayta olishim mumkin. Odatda anchadan buyon e'tibor bering gapimga. Siz telefonni ko'rib hayratlanmagansiz, lekin bu smartfon sizni hayratlantirishga qodir smartfon. Bu smartfon
texnikani mo'jizasi Samsung Z Flip 4 dunyodagi bardoshli buklanuvchi smartfon. Snapdragon 8 Gen 1 tezlikda tengsiz protsessorga ega. Kompaktniylik bo'yicha cho'ntagingizda borligini his qilmaysiz. Siz uchun, cho'ntagingiz uchun mos ravishda ishlangan, o'ta arzon narxda, o'ta noyob salafanli qora rangini $249 $259 qilib berishga tayyormiz. Va nihoyat ko'pchilikning talabiga binoan Samsung S21 ni barcha rangini A+ segmentda $229 dan qilib kecha ham 235 dan talamon qilib sotgan modelimiz va kecha viloyatlardan kelib qora rangidan olishmagan edi. Bugun keldi xohlagan rangingizda bizdan bugun telefon zakaz berasiz. Mabodo yo'q bo'lsa, Xudoning qudrati bilan bugun kech payt keladi. Ertaga olishingiz mumkin. Bizga har kuni yuzlab telefon keladi. Bizning afzallik jihatimiz shunda. Biz shuncha yillardan beri har bir mijozni norizo qilmagan magazin biz va shuncha yillardan beri har bir mijozni ko'ngliga yo'l topgan va ishni bitirib bergan magazin biz. Inshaalloh biz sizni xizmatingizni qilganimizdan mamnun bo'lamiz. Eng asosiy chegirmalar birinchi filialda. Ulgursam video joylayman, ulgurmasam iltimos pastda havola bor. Telegramga obuna bo'linglar. Kun davomida uyg'onishlaring bilan yuzlab telefonlar sizlarni chorlab oladi va smartfon olmoqchi bo'lganlarga ayni muddao bo'ladi yokida olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yishingiz bilan smartfon olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga katta yordam ko'rsatgan bo'lasiz. Biz uchun halollik foydadan ustun. Biz uchun eng muhimi sizning roziligingiz. Inshaalloh siz duoyingizga muhtoj biz. Telefon oling, duo qiling, baraka topamiz inshaalloh. Bizning maqsadimiz sizni rozi qilishlik. Salomat bo'linglar.